Kallar bilan qo'sha qilsin. Umrini ziyoda qilsin, unib o'ssin. Tinib tinchib ashellarda hidoyat to'p yozib halol yozsin. Qo'shgani bilan qo'sha qilsin. Oldini bola bossin, orqasini davlat bossin. Baxtli, taxtli, saodatli bo'lsin. Istarasini issiq qilgin, yuzini yorug' qilgin Allohim. Hamisha Allohim shu bolalarimni hammalarini bolalarimni Allohim o'zing panohingda saqlagin. Bu boshlagan ishlarimizni xayrli qilgin. Bu qilgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. O'tgan Shavkatvoy cholimni ham Alloh o'zi rahmat qilsin, qolganlarni salomat qilsin. To'ylarimizga qushlar qanotlarini sovorsin Allohim. Baxtli, saodatli bo'lib, bolalarim orqamda qolib, istirahatlar qilsin Allohim. Hojilarga borsin, katta hojilarga endi bolalarim bilan tinch omon, faqat mana shunaqa yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Yurtimizni tinch qilsin, xonadonlarimizni obod qilsin. Hammalarimizni yanagi shu vaqtlarga Allohim sizlarga ham tanjaninglar sog' bo'lsin. Sizlar ham nevaralar chiqarishga, sizlarning o'g'illarimi hammalarini nevaralar chiqarishga qodir qilsin. Qo'shgani bilan qo'sha qilsin, unib o'ssin, baxtli, saodatli bo'lsin. Amin. Allohim. Onasini duosini olgan odam har qanday paytda qishi ham bahorga aylanadi. Onasini duosini olgan odam har qanday xorlik ishiga azizlik minbariga uni yetkazadi. Onasini duosini olgan odamni Alloh askarsiz uni qo'mondonga aylantiradi. Onasini duosini olgan odamni mol-u davlatsiz Alloh haq subhanahu va taolo boy badavlat qilib qo'yadi. Onasini duosini olgan odamni el-u xalq undan duo oladigan marhamatni unga bog'lab qo'yadi.